Kim Shoxontohur tumanini yaxshi ko'rsa, bitta like bosib qo'yinglar. Bizni Shofoiz mahalladamiz. 4 ta tarafimizni masjidlar joylashgan. Jaydari, okalar, milliy taomlarning zo'rlari, odamlarning muomalalari. Okalar, bu yerda boru mazza qilib yashab boradigan joyi, bizni chiroyli bitta xonadonni obzorini hosiliga qilib beramiz. Rayon uchun qaranglar, kanalizatsiyasi bor ekan, okalar, hamma kommunikatsiya bor. Bunaqasiga chiqsanglar, Izzatilla aka, Golden Vision Group studiyasiga shapaloqlari bo'lsin. Oka, mahallangizdan salom, yangilar Vines keldi. Mana oka, bunaqasiga bemalol Ko'kcha masjidga qarab chiqib ketaverasizlar. Bunaqasiga Shofoiz ana Archa ko'chadagi Optim Market shunday to'g'risidan kirsanglar, chiroyli hovlimiz tayyor bo'ldi. Okalar, opalar, singillar, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, hozir polni uy aylanib chiqamiz. Ko'rasizlar, ko'p darvozalar polni o'rnatilgan, eshik tegan, bemalol mashinalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 7 ta ko'zli ajdarholarni polni o'rnatib tashgan. Hech kim sizlarga kelib pisht demaydigan mahallada Dodo xo'ja hovlimizda tayyor bo'ldi. Hammamizga mana shu chiroyli uylar nasibsa, hurmatli obunachilar. Bemalol tatchi uchun joyimiz bor. Mana menimki letniy dam olish zonasi. Bu yoqqa takoy kalovat, malovatlarni qo'yib, oilaviy dam olish uchun sharoit qilingan. Ko'rasizlar, temir darvozalarni baqvotini o'rnatib qo'yganlar. Hovlimiz juda ham keng va chiroyli qilib qurilgan. Hurmatli obunachilar, 8 ta xona qilib, chiroyli qilib hovlini qurdik. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsa. Endi qaranglar. 2 ta o'g'lingiz bo'lsa, keliningiz bilan alohida qilib 2 ta o'g'lingizni joylashtiradigan sharoit qilingan ekan. Va ota-onalar uchun alohida bino qilingan ekan. Hovlida dam olish uchun joy va uyimizning podval qismi 100 kvadrat jilo ekan. Okalar, bir 30 kvadrat, 40 kvadratini o'sha kotelniy xona qilibdilar, 60 kvadratdan jilo qilibdilar. Endi qaranglar, bino 300 kvadrat yer maydoniga qurilgan. Yerimizning maydoni 5 sotuv. Hurmatli obunachilar, rayoni uchun va kvadrat metr uchun qilingan mehnat uchun pul so'ralyapti. Bu yerda 1 sotuv yer kamida 50 ming dollar turadigan joylar. Endi sizlarga men bittadan birin-ketin qilib ko'rsatib beraman. Mana shu hovlimizning mana shu burchagida bizda letniy zona, osh-posh, shashlik, mashlik, rakvina, pakvina hammasi qo'yilgan va bu yerda o'zini общий sanuzili bilan ko'rasizlar, mehmonlar kelganda, endi og'ayni-pog'aynilar kelganda hovlidagi sanuzildan bemalol foydalanmoqchi bo'ladigan joyi bor. Va bu yerda bizda ko'rasizlar, mana shunday eshikni ochsanglar, keng takoy kuxna yozda ko'rasizlar, mana shappa ochib qo'yib ham bemalol foydalanib oladigan joyi bor. Bu bizda kuxna bo'pti. Kuxnamiz juda ham issiq ekan. Mana shu mebel hamma narsasi qoladi deyaptilar. Kuxnadan qaytib chiqdi mana. Ko'rasizlar, yengil, juda ham yengil. Bemalol mana shu bitta orasida oynalarimiz, razino eshikli yopilib ketadi. Hovlida, bu yerda yozda maza qilib o'tirish uchun yana sharoit bor okalar. Endi bu binoga kiramiz. Birinchi o'g'lingizni joyi kelin bilan mana mashqqa joylashishadi. Keng mehmonxonangiz bo'ladi, o'zingizning mehmonxonangiz va uyimiz juda ham keng va cho'pli polli o'rnatilgan, baqot qurilgan, pishug'ishdan qurganman deyaptilar. Endi bu birinchi o'g'lingizning xonasiga o'zini alohida spalniy komnatalari bo'ladi va o'zingizning alohida sanuzilligisi bo'ladi. Sanuzilligisi juda ham keng qilingan. Yaqinda remontdan chiqdi. Ozgina mayda-chuyda ishlari bor, ularni endi sekin-sekin bartaraf ko'rasizlar. Bunisidan chiqdi, endi bu yoq qatoriga kiramiz. Qaranglar. Bu yoq xolasanglar, onaxon, otaxon uchun berib yuborsanglar ham bo'ladi. Nimaga unaqa deyman? O'ng qo'lda o'zligisini spalniyligisi bo'ladi. Cho'pilpo issiqqina spalniyasi bo'ladi. Mahmedda ularni xonaligisi bo'ladi. Hadis, Qur'oni Karimlarni mazza qilib o'qib o'tirishligi uchun xona bo'ladi. Qaranglar, o'zligisini spalniyligisi va o'zligisini zalligisi mehmonxonasi. Bu yoq o'rtoq-portoqlik kelganda mazza qilib o'tirishligi uchun va ularni o'zligini sanuzilligisi bo'ladi. Qaranglar, bu yerda qarang, yana bitta xona, xolasanglar buni spalniy nima qilsanglar qo'rqasizlar, bu yerda orqada nafas olish uchun podval qismimizni kelib ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Patologini razmeri 3 metr ekan. Ozgina dadil qilingan ishlar qo'yilgan. Podvalimiz 100 kvadrat, hurmatli obunachilar. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Biz mana bu oshxonamizga kirdik. Bu binoyimizga kirdik.
Unisiga ham kirdik. Endi biz asosiy binoga kiramiz. Bu binoyimizni o'zini ham alohida sanujili va o'zini mehmonxonasi va o'zini yotoqxonasi, spalniya komnatasi. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda spalniya komnata, mebel hammasi qilingan, hovliga qaragan oynalari bor va bu yerda o'ng tarafda o'zini sanujili bor. Sanujili ham juda ham keng, chiroyli qilingan. Bu yerda 5 ga 6 ming, 4,5 ga 6,5 ming xona bor. U mehmonxonasi. O'tda onaxon o'tiribdilar. Uni kelib ko'rsanglar bo'ladi, hurmatli onalar. Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Shofoiz mahallada joylashgan 5 sotuvli 400 kvadrat metrli xonadonimizni narxi $405,000 davomimizni sunnati uchun yana o'tib beradigan joyi bor ekan. Pastdagilarning nomerini yozib qo'yaman. Alo.